Bizga quyidagi tenglama berilgan. Tenglamani butun sonlarda ishlashimiz kerak. Tenglamani o'ng tomoniga qaraydigan bo'lsak, 2018 kvadrat turibdi, ya'ni juft son. Bu yerda yig'indi turibdi. Qachon yig'indi juft songa teng bo'ladi? Har biri juft bo'lganda shunda yig'indi juft son bo'ladi yoki har bir to'q bo'lish kerak. Shunda yig'indi juft son bo'ladi. Bularning kvadratlariga, kublariga ta'sir qilmaydi. Ya'ni juft sonning kvadrat kubi va hokazo darajasi bari juft son bo'laveradi. Yoki to'q sonni ham darajasi shunday. Kvadrati, kubi, hokazo bari to'q son bo'laveradi. Shuning uchun mana bu qavs ichidagi ifodalarni baholab olishimiz kerak. X kvadrat plus x plus 1 tenglik. X qavsdan tashqari chiqaramiz. X plus 1 va plus 1. X plus 1 bu ketma-ket kelgan sonlar, ya'ni 2 ga bo'linadi. 1 ni qo'shadigan bo'lsak, 90 bo'ladi. 90 ni 2 ga plus 1 desak, ikkinchi qavs y kvadrat minus y plus 1. Y qavsini tashqari chiqaramiz. Y minus 1 plus 1. Bu ham ketma-ket kelgan sonlar. 1 ni qo'shadigan bo'lsak, bu ham 90 bo'ladi. Buni 2m plus 1 deymiz. M bilan klar bular butun sonlar. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, 2k plus 1 kvadrat plus 2m plus 1 kvadrat tenglik 2018 kvadrat. Xo'sh, ochib chiqsak, 4k kvadrat plus 4k plus 1 plus 4m kvadrat plus 4m plus 1 tenglik 2018 ning kvadrati. 4 qavsini tashqariga chiqarsak, k kvadrat plus k plus bundan ham 4 ni chiqarsak, m kvadrat plus m plus 2 tenglik 2018 ning kvadrati. Endi bulardan 4 ni chiqarsak birdan k kvadrat plus k plus m kvadrat plus m plus 2 tenglik 2018 ning kvadrati. Endi mana bu qismini biron bir son bilan belgilash kirsak yoki a bilan yoki c bilan yoki b bilan farq yo'q. 4a plus 2 tenglik 2018 ning kvadrati. Endi 4a plus 2 ni taqqoslama 2 bo'ladi mod 4 da. Ya'ni 4 ga bo'lganda 2 qoldiq chiqadi. Mana bu qismi 4 ga bo'linib ketadi, 2 qoldiq qoladi. Endi 2018 ni bo'lib ko'rsak, 2018 kvadratini. 2018 ning kvadrati. Buni 2 ko'paytirilgan 1009 kvadrat desak, 4 ko'paytirilgan 1009 ning kvadrati. Ya'ni bu taqqoslama 0 bo'ladi mod 4 da. Ya'ni 4 ga bo'lganimizda 2018 da 0 qoldiq qolyapti. Lekin chap tomondagi ifodani 4 ga bo'lganimizda 2 qoldiq qolyapti. Demak bu ziddiyat, demak umumiy hisobda yechim yo'q.